Assalomu alaykum krasavitsalarim. Sizlar bilan Isakova Sitora, pedagog, influencer. Bugungi mavzuimiz bola o'zi nima uchun aldarkan? Yolg'on gapirish o'zi umumida emas, faqat negativ haqida gapirmaylik, yaxshi haqida, narsa haqida gapiraylik. Yolg'on gapirish bu miyani qanchalik zo'r ishlashi haqida. Bolani miyasi zo'r ishlashini qachon tushunasiz? Aldashni boshlagandan keyin. Chunki aldash bu shunaqa prosesski, bolani o'sha kerakli polshariyadagi joyida qimillashib boshlamasa aldolmaydi. Aldashi uchun voy kerakli joy miyani shunaqa qimillatish kerakki, o'shanda shu bilinib qoladi bola aldayotgani ko'zidan, emotsiyasidan baribir bilasiz. Ma'lum bir yoshgacha bilinadi aldayotganligi. Keyin уже 8-9 yoshdan keyin уже bilinmaydi, уже qiyinroq ajratish, aldayaptimi yoki rost gapiryaptimi. Hayajon bilan aldayaptimi? Bu tabriklayman, bolangizni miyasi zo'r ishlashni boshladi. Demak, bolangiz qaysidir boshqa bir urovingga ko'tarildi. Lekin aldaganida kulib qo'yib, aldaganini bilganingizni bolam aldasang, biz keyingi senga ishonolmay qolishimiz mumkin. Misol keltirsa, malchik, который volk deb aldagancha, bo'ri odamlarga ishonmay qo'ygan, bo'rilar yeb qo'ygan. Shunga o'xshagan misollar keltirsa bo'ladi. O'sha qaysidir ishni qilib qo'ygandan keyin qo'rqib aldaymi yo'qmi deb turganda, onani ko'zi mana bunaqa otasi siqib kelmayotgan bo'lsa, spokойно qabul qilinib, hay bo'lib turadi, o'lib ketsin narsa ekan, ikkinchi bunaqa qilma, davay endi narsa to'kdim, sindirdi. Akkuratno yig', bosma og'iz oyog'ing sinadi. Endi anoni artib qo'y. To есть o'zi qilgan muammosi, o'zi keltirib chiqargan problemasini o'zi hal qilish kerak bo'ladi. O'zi hal qilish kerak, to'g'irlash kerak. O'shanda ota-onam urushmas ekan, men nabort endi bilaman, что bunaqa mumkin emas ekan. Keyin yugurib, "Ada, tarelkani ham sindirib qo'ydim. Oyog'ini vazingizni ham sindirib qo'ydim" deb o'zi kelib aytadigan bo'ladi. Lekin agar ona, "Sani deb endi men gap eshitaman. Hamma narsam nechi pulga olgan edim" qilsa, вот baqiriqdan bola прям miyasi hamma jimotsa qiladi. O'shancha keyinga sindirgandan keyin hozir yana baqiradi deydi. O'shancha baqirmaslik uchun oyoqda sho'ramanda "Men qilmadim" deb turadi. Yoki u anu qildi deydi, sinsiga ukasiga ayblab qo'yadi. Eng yomon narsa. Ota-onani reaksiyasi o'lib ketsin bola, narsa topiladi. Qo'ling sinmadimi, kesolmadingmi? Mana shunaqa mahalda sen mana qilishing mumkin edi. Sen hozir shuni ustiga yiqilib tushganing, mana bunga kirib ketishi mumkin edi shu narsa. O'lib qolishi mumkin odam. O'shancha uni to'g'rilab, buni tema qilib, shu qilgan ishini to'g'irlashni o'rgatish kerak. O'shanda bola aldamaydigan bo'ladi. Lekin ozi yozida, kamdan kam, вот kichkinagina o'zini dunyosi bor, chegarasi bor. Mana shu yerga oyisini ham, adasini ham kirgizadi, lekin ichida yana bitta kichkinagina bir olamcha bor, ota-onasini ham kirgizgisi kelmayapti. Uniki bu. No не хочет он говорить, aytmayman, просто xohlamayapti buni aytish. O'shancha yo, hammasi yaxshi deb aldab qo'ydi. Ko'ryapsizmi, что вот mana bolani aytaman-ku, sezsa bo'ladi, his qilsa bo'ladi. Bolani ko'ziga qarab turib, tinchlikmi? Men bu bunaqa qildi desangizchi, ana panikada, vahima bilan aldayaptimi? Demak, qo'rqyapti, qo'rquvi bor. Qo'rqish kerak emasligini men borman. Даже sen noto'g'ri, nohaq bo'lgan bo'lsang ham, biz adang bilan shuni hozir endi topishimiz kerak yechimini. Shu yechimni topish uchun sen bizga borini aytishing kerak. Xotir olma, bo'ldi, bo'lar ish bo'ldi, endi buni to'g'rilab bo'lmaydi deganda deydi, aytib beradi, ochiladi. Lekin agar spokойно o'zining ichida просто aytgisi kelmayapti. Voy, hammasi yaxshi. Просто urishdik, bo'ldi, все. Не надо. Bizanikilarcha uni qizuvdan ko'vli uradi, ichiga kiribchi. Voy, gapir. Nimani bekityapsan? Hech narsa просто urishdik, все. Ya nima urishasan? Nima dedimi? Onasi aytdimi? Adada anacha sverga o'zanaqaga o'xshab sirlik qilib bolani miyasini. U joni chiqib ketadi, keyingal вообще bu muammoni sizga yetkazib bormaslikka harakat qiladi. Okay, undan ko'p aldashni boshlaydi. Aldash ham aldashi bor, aldash bu o'zi yomon emas asli, lekin ko'p aldayotgan bo'lsa, demak o'zingizga chetdan qarang. Chetdan har gal bolangiz nimadir qilganida sizga haqiqatni gapirayotganda, sizning reaksiyangiz qanaqa bo'lyapti bunga? Qanaqa siz reagировать qilyapsiz? Qanaqa adasi reagировать qilyapti? Qanaqa atrofdagilarga bu, "Mana buningizni qarang, uni qilibdi" deb siz hammaga, 7 mahallaga oshkor qilib beryapsizmi bolangizni qilgan ishini yoki o'zi bilan sekin hal qilyapsizmi? Adekvatno qabul qilyapsizmi? Ana o'shanda bola ham kelajakda kamroq aldashga harakat qiladi.
aldash bu ko'pincha qo'rquv, ota-onani jinni reaksiyasi. Ota-ona bolani oldi ishonch yo'qotgandan keyin, senga ham ishonch yo'q ekan deydi, keyin yo yetmaydi, yo aldaydi. Bu eng qo'rqinchli narsa. Ayniqsa teenager, balog'at yoshida ota-onasidan qo'rqqandan nimadir etolmaslik doim katastrofa, yomonlikka olib keladi. Ayniqsa qiz bolada. Chunki qiz bolani aldash oson, chunki qiz bolada мы женщины judayam ayollar murakkab yaratilgan bir zot biza. Bizda luteina, ovulyatsionna, menstrualna mahalda. Почему qizlarni ko'pincha ojiza deyshadi? Chunki biz qanaqadir lo'xro yoki boshqa dunyodan yaratilmaganmiz. Bizani shunaqa yaratib qo'yilganki, что afsuski, ovulyatsiya mahalda o'ta уродливый iflos ham ko'zimizga kachok chiroyli bo'lib ko'rinib ketadi. Поэтому aldash bunaqa mahalda osonroq. Поэтому qizlarni ko'zi ko'roq deyshadi, потому что это, aybdor emas, такая вот фаза. Поэтому bu yerda qiz bolani umumiy hech qanaqa aybi yo'q. Da, chunki tam qiz bola tipos, nima g'unojim nima bor-ku maqolam. Причем тут g'unojim? Просто это agar mana shunaqa periodimiz bo'lmaganda, ko'rlik bo'lmaganimizda ayolimdan ko'p tug'mas edi. Tug'magandan keyin odamzod davom etmas edi. U agar постоянно o'sha erkak yoqmasa va basharing qursa yo sana tug'mayman dursa, davom etmaydi u insonni kelajagi, bolasi bo'lmaydi. O'sha ko'rona bo'lganligi uchun, ko'ziga bir xillari eri chiroyli ko'rinib ketganligi uchun ham tug'ib beradi o'sha 4-5tasini. Вот shunaqa mahalda qizlarda mana shu ojizlik bo'lgan mahalida qanaqadir xatoga qo'ydimi, xayolda ming xil o'tyaptimi, ona hamisha sezadi. Lekin bizda doim yomon yo'lga seziladi. Ha? Bu narsa qildingmi? Ha? Qilinadi. Gapirmoqchi bo'lgan gapi ham orqaga ketib qoladi. O'shaning uchun keyin bunaqa yoshda qizlarning o'zini o'zi o'ldirishi, suitsidalniy bo'lishi, undan battar ishkalla qilib yomon yo'lga kirishi ota-onani o'z vaqtida tushunib, eshitmaganligi sababli. Chunki mana shu o'rta yoshda sen hadibsan, yomonsan dursa, oxir bola ham yomonman deydi. Men yomonmanmi? Shu reputatsiyamga javob berishim kerak deydi, spesial yomonlikni qiladi. Bolalar ko'pincha xato qilsa, ota-ona baqirib urishib ketadi. Yoki bir xil aytadi, "Yo, birinchi gal indamovdim, yana shu xatoni qildi" deydi. Odamzod shunaqa, bir marta xato qiladi, 10 marta xato qiladi. Insonzod o'zi hamisha xatodan o'rganadi. Siz ham kelin bo'lib tushib kelganingizda birinchi gal oshni tegini olgandirsiz, qattiqroq qilgandirsiz, yumshoqroq bo'lgandirsiz. Sizni eringiz ham birinchi marta ota bo'lyapti, otalik nimaligini bilmayapti, shuning uchun sizga baqirib yuborgandir, bolani tushirib yuborgandir, noto'g'ri ko'targandir, qo'lchasini chiqazib yuborgandir, u ham bo'ladi. Xato bilan odam o'sadi. Xato qilsa, xatosini to'g'rilagan holda odam o'sadi. Qalam platformasida ham ilova orqali kirishingiz mumkin. Bola yechayotganda o'zini miyasini ishlatib harakat qilayotganda xato qilsa, tepadagi yuraycha bittasi ketib qoladi. Xato qilman deydi. Xatosini ham to'g'rilashga harakat qilib qaytadan ishlaydi. Noto'g'ri bo'lsa, yana bir marta yuraychasi ketadi. 3 marta xato qilishga imkoniyati bor. Oxiri keyin YouTube'ni ko'radi, o'zi o'qiydi, sizdan yordam so'raydi, mentoriga yozib yordam so'raydi. Topgandan keyin yana qaytadan yuraychalar imkoniyatli berilaveradi. Agar sizga ham qiziq bo'lgan bo'lsa, qanaqa ekan u qalam platformasi? Demak, shu link orqali yuqorida yoki pastda qoldirilgan link orqali kirib, ulanib, siz ham shu imkoniyatlar yuraychalar dunyosiga bolangizni olib kirib, matematikani o'rgatishingiz mumkin. Oson va juda ham qulay yo'l bilan. Agar siz matematikani yaxshi bilmasangiz, hech xavotir olmanglar. Pastda, chatda mentorlar o'tirishadi, yordam berib, savollarga javob berib.